Agarda xonangizda g'alati narsalar sodir bo'layotganini sezsangiz, sizga yomon yangiligim bor. Katta ehtimol bilan siz real hayotda emassiz. 15 yoshli Adam ismli bu yigit maktabda bir yigit bilan mushtlashib ketadi. Oradan vaqt o'tib bu narsa eslaridan chiqib ketadi. Adam katta bo'ladi, turmush quradi va hattoki qiz farzandlik bo'ladi. Ammo bir kuni xonasida turgan lampa yumaloq emas, balki yapaloq ekanligini sezib qoladi va bundan shubhalanadi. Adam borib ushbu lampaga qo'lini tekkazganidan so'ng esa ko'zlarini kasalxonada ochadi. Ma'lum bo'lishicha, Adam o'sha maktabdagi bo'lgan urushdan keyin koma holatiga tushib qolgan va 15 yil davomida komada yotgan. U qurgan oila, qiz farzandi hammasi uni faqatgina tasavvurida bo'lgan. Eng qizig'i, Adam hushidan ketganini umuman bilmagan, sababi voqealar bir-biri bilan ulanib ketgan. Bu haqida esa Adamni o'zi hushiga kelganidan so'ng aytib o'tgan. Siz ham xonangizdagi predmetlarga e'tibor berib ko'ring-chi, balki siz ham hozir real hayotda emasdirsiz.